Pedagoglik insondan mas'uliyat, sabr va matonatni talab etadigan kasbdir. Bugungi lavhamiz qahramoni ham o'z vazifasini fidoyilik bilan ado etayotgan zamondoshlarimizdan biri. Muxbirimiz Gulnora Otajon va Parkentlik pedagoglar oilasida bo'lib, sulola vakillari bilan suhbatlashdi. Lavhamiz qahramoni Zuhriddin Mirzaqodirov dastlab boshqa soha vakili bo'lishiga qaramay, pedagogik bilim va hayotiy tajribasi asosida ota kasbini munosib davom ettirib kelmoqda. Bugungi kunda u Parkent tumanidagi 10-sonli umumta'lim maktabida rahbar sifatida samarali faoliyat olib bormoqda. Zuhriddin akam doimo bizga ish faoliyat davomida hammamizni o'zimizga berilgan tartibda talab qo'yadilar va o'sha talabni bajarilishini oxirigacha yetkazib, mas'uliyat bilan bajarishimizga alohida e'tibor beradilar. Va o'zlari ham jumladan mas'uliyatli. Birorta topshiriq keladigan bo'lsa, albatta kimga tegishli bo'lsa ham, ma'naviyatchigami, o'quv ishlarigami yoki xo'jalik ishlari bo'yicha mudirga bo'lsa ham, albatta o'zlari bosh qosh mana shu maktabni faoliyat uchun ekan, maktabni ravnaqi uchun ekan, kelajagi uchun ekan deb alohida e'tibor bilan mas'uliyat bilan yondashadi. Shu jihatdan men bu rahbarda juda ham katta mas'uliyatlikni ko'raman. Zuhriddin Mirzaqodirov 1994-yilda muhandis sifatida ish faoliyatini boshlagan, biroq uning hayot yo'li ta'lim sohasi bilan chambarchas bog'landi. Zuhriddin aka aslida pedagoglar oilasida voyaga yetgan. Uning otasi Mirzaqodirov Najmiddin ota umrining asosiy qismini ta'lim sohasiga bag'ishlagan. Ta'limga qo'yilgan eng ustuvor vazifa o'quvchilarni kelajakdagi sohasini to'g'ri tanlashga yo'naltirish. 2026-yildan boshlab 9-sinf bitiruvchilari 50% zamonaviy texnikumlarda o'qishi. 7-sinfdan boshlab o'quvchilarni kasbga yo'naltirish maqsadida maktablarda maktab maslahatchisi degan lavozim ta'sis etildi. Ya'ni yaqin o'rtada shular maktablarga kelishni boshlaydi. Bular asosan maktab o'quvchilarining 7-sinfdan boshlab 9-sinfgacha kasbga yo'naltirish bilan shug'ullanadi. O'rinbosarlarning chaqim bilan tenglashtirilgan holatdagi lavozim ta'sis etildi. Maktab maslahatchisi. Demak, bu dolzarb masalaning yechimi shu bo'yicha yechiladi deb o'ylayman. Jamiyatimizdagi amalga oshirilayotgan islohotlar hammasi inson qadrini ulug'lashga qaratilgan. Bundan keyin nima qilish kerak? Bundan keyin shukronalik hissini his qilish kerak. Duo qilish kerak. Millatga, davlatga xizmat qilish kerak, ishlash kerak, yashash kerak. Kasblar ko'p. Men bugun shu sohani tanlaganligimdan, o'qituvchilik kasbini tanlaganligimdan, otamni kasbini davom ettirayotganligimdan, ilg'or ziyolilar safida ekanligimdan faxrlanaman, hech ikkilanmayman. Demak, o'qituvchi bugungi kunda jamiyatda eng ilg'or ziyolilar safi. Shu safda yashab, shu safda xizmat qilayotganligim men uchun katta faxr deb o'ylayman. Xalq ta'limi a'lochisi Zuhriddin Mirzaqodirovning oilasiga ko'pchilik havas bilan qaraydi. Shajara kasbini davom ettirib kelayotgan Zuhriddin Mirzaqodirovning opa-ukalari, turmush o'rtog'i, farzandlari hamda kelinlari ham pedagog. Bu kasbni ular sharaf deb hisoblaydilar. Har bir voqeaga yoki har bir hodisaga asos topishga harakat qiladilar. Uni asosini kitoblardan izlaydi. Doim qo'llarida xonalariga kirsam yoki kuzatsam, doim qo'llarida kitob bo'ladi. Ko'p kitob o'qiydilar, juda ham ko'p kitob o'qiganlar va buni doim havasimni keltiradi. Yana bundan tashqari nabiralariga ham ko'p kitob sovg'a qiladilar. Bu oilaga kelin bo'lganimda bir an'anaga guvoh bo'lganman. Nabira tug'ildi. Nabiraga atab doim kitob olingan, kitob sovg'a qilingan va unga tilak yozilgan. Hozir menda ikkita farzandim bor. Birinchi farzandim tug'ilganda oyijonim bilan alijonim ikkalasi kitob sovg'a qilishganda unga alijonim ham, oyijonim ham o'zini dilizxorlarini, tilaklarini yozib berishgan va bu kitoblar hozir o'qib beraman. Mana bu joningni sovg'asi, mana shu kitob. Bu jonim sovg'a qilgan, dudujonim sovg'a qilgan deb bolalarim yaxshi ko'rib o'qiydi. Doim qo'lda ko'tarib yuradi. 30 yildan ortiq mehnat faoliyatiga ega Zuhriddin Mirzaqodirov bugun nafaqat maktab direktori, balki yoshlar kelajagi uchun mas'uliyatni chuqur his etadigan fidoyi ustoz sifatida ham e'tirof etiladi. Pedagoglik nafaqat kasb, balki fidoyilik, mehr va mas'uliyat talab etiladigan ulug' yo'ldir.